Hop, demak, assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan bugungi birinchi bepul onlayn darsimiz asosan ota-onalarga tegishli bo'ladi. Sababi ota-ona o'zini farzandini hozir o'qitadi, o'qitish uchun ularga sharoit yaratib beradi. Shuning uchun Xudo xohlasa 1-yanvardan onlayn ingliz tili onlayn darsimiz boshlanadi Prezident maktab uchun. Va o'sha darsda imtihongacha deyilgan, postda yozilganda imtihongacha deyilgan, imtihongacha qanday mavzular o'tiladi, nimalarga asosiy e'tibor qaratiladi, asosiy urg'u nimalarga bo'ladi, shu kabi savollarga javob berib o'taman. Ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, demak, boshladik. Demak, Shahin akademiyasida Prezident maktabi uchun onlayn ingliz tili. O'zimni tanishtirib o'tsam, ismim Sevinchoy Yangibayeva, 21 yoshdaman, Xorazmdanman. Hozirda auditoriyam bilmayman to'g'risi, Xorazmdanmi yoki boshqa viloyatlardanmi, o'shaning uchun adabiycha gapirishga harakat qilaman. Chunki adabiy til hamma shevalarga yaqin hisoblanadi. Va men repetitorlik faoliyatimni 2025-yil oktyabr oyida bitta o'quvchi bilan boshlaganman. Hozirgi kunda alhamdulillah offlayn o'quvchilarim soni 6 ta, onlayn o'quvchilarim soni esa 5 ta. Ingliz tili milliy sertifikati, ya'ni SEFR hamda Prezident maktabiga tayyorlov kurslari mavjud. Va shaxsiy SEFR natijam C1 darajada. O'quvchilar bilan ishlash, ularga zamonaviy va samarali metodlar bilan qiziqarli darslarni o'tish bilan birgalikda ota-onalarga farzandining sezilarli natijalari haqida hafta davomida hisobot berib boraman. Ya'ni ota-onalar bilan doimiy aloqadaman. Farzandi o'zlashtiryaptimi yoki yo'qmi? Har biriga offlayn darslarimda, albatta, offlayn darslarimda video xabarlar tashlab turaman. Hafta davomida shu ota-onalar bilan telefonlashib, gapirib, hamma narsani hisobotini topshirib turaman. Va ularning menga bo'lgan ishonchi darslarimni energiyaga boy tarzda o'tishimga katta hissa qo'shadi. Ana shu tartibda o'zim haqimda tanishib o'tdik. Va Prezident maktabiga kirish nima uchun muhim? Ko'pchilik ota-onalar Prezident maktabiga bolam topshirsin deydi, lekin nima uchun o'qitishini aniq ayta olmaydi. Nima uchun farzandingizni shu Prezident maktabida o'qitmoqchisiz desam, ha endi sharoit yaxshida, bilim yaxshida deb qo'yaveradi. Lekin asosiy 3 ta sababga ko'ra siz farzandingizni Prezident maktabida o'qitishni maqsad qilsangiz bo'ladi. Buning sabablaridan biri bu sifatli ta'lim. Prezident maktablarida kuchli dastur, zamonaviy metodlar va yuqori malakali o'qituvchilar bor. O'shaning uchun ham bilimlarni, shu o'rganiladigan barcha bilimlar chuqur o'rgatiladi va amaliy o'rganishga yordam beradi. Ya'ni Prezident maktabdagi barcha o'qituvchilar chet ellik o'qituvchilar hisoblanadi. O'shaning uchun ham darslar juda ham kreativniy, juda ham zo'r, atmosferasi ham ajoyib. Eslatib o'taman, meni o'zim Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Al-Xorazmiy nomidagi maktab-internatni tamomlaganman. Prezident maktabiga topshirmoqchi bo'lganman, lekin oyijonimni qarshiliklari bilan qolib ketganman. Lekin shu Al-Xorazmiy maktabini bitirganman. Va ikkinchi o'rinda keng imkoniyatlari bor Prezident maktabining. Ya'ni xalqaro fan olimpiadalari, chet tillari, IT va liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun katta sharoit yaratilgan Prezident maktabida. O'shaning uchun ham farzandlaringizni bor bilimi, bor imkoniyatlaridan foydalaning. O'shaning uchun kirishiga katta hissa qo'shishlaringiz kerak, hurmatli ota-onalar. Va uchinchidan, kelajak uchun poydevor hisoblanadi Prezident maktabi. Ya'ni bitiruvchilar nufuzli universitetlarga kirish va muvaffaqiyatli kasb tanlashda ustunlikka ega bo'lishadi. Hozirda internetlarda o'zingiz ham guvohi bo'lishingiz mumkin. Prezident maktabi o'quvchisi, 11-sinf o'quvchisi Garvardga qanchadir bir $1,000,000 grant asosida o'qishga qabul qilingan va boshqa o'quvchilarni aytadigan bo'lsam, Oxfordga yoki IELTSdan 9 natijani qo'lga kirityapti. Ana o'shaning uchun ham siz farzandingizni Prezident maktabiga kirishga tayyorlashingiz zarur. Va keyingisi, imtihon qachon bo'ladi? Ko'pchilik ota-onalar kechga qolishadi.
to'rtinchi sinfda уже farzandini 4-sinf boshida ham bersa mayli edi, lekin 4-sinfning yarim yilligidan keyin beradi. Yarim yilligidan keyin, voy to'xta, farzandim bitta urinib ko'rsinchi, balkim omadi kelib qolar. Yo'q. Bu prezident maktab, al-Xorazmiy maktablariga kirish bu omad emas. Bu qat'iyan belgilangan harakat va qattiq mashaqqatni talab qiladi. Va imtihon kunlari 2025-2026 o'quv yiliga ko'ra imtihon kunlari 6-iyul 2025 yil kuni bo'lib o'tgan. Уже 2025-2026 o'quv yili uchun imtihonlar bo'lib o'tgan va asosiy imtihonlar bu iyulda bo'ladi, yozning o'rtasidagi oyda bo'ladi va imtihonlar birinchi bosqichida matematika fanidan test shaklida imtihon olinadi va birinchi bosqichdan o'tgan studentlar ikkinchi bosqichda matematika va ingliz tili fani bo'yicha testlar topshirishadi. Arizani o'tishda, xudo xohlasa, o'zim inshaalloh o'zim ariza qildirib har bir o'quvchimga arizani ro'yxatdan o'tib beraman. Xo'p, va 1-20 iyun oralig'ida hujjatlar qabul qilinadi, imtihonlar esa iyul oyida bo'lib o'tadi. Aniq sana esa sizning o'sha ro'yxatdan o'tgan nomeringizga, telefon raqamingizga SMS tariqasida jo'natiladi. Xo'p, va kirish imtihonida ingliz tili nima uchun muhim? Prezident maktabiga kirishda ingliz tili kirish imtihonida juda ham muhim hisoblanadi, muhim rol o'ynaydi. Sababi imtihon formatida. Ya'ni kirish imtihonlarida ingliz tili fanidan savollar bo'ladi va ular o'quvchining birinchi o'rinda o'qib tushunish, ya'ni bu ingliz tilida reading skilllari. Ikkinchi o'rinda grammatika va lug'at boyligi. Uchinchi o'rinda esa mantiqiy fikrlashini baholaydi. Xudo xohlasa, 1-yanvardan onlayn kursimizda birinchi o'rinda o'sha imtihonda kerak bo'ladigan, nafaqat imtihonda, balki speakingda ham yokida inshaalloh katta bo'lganlari sayin TOEFL yoki IELTS imtihonlaridagi tushadigan readinglarni 4-sinfda o'sha imtihonga qabul qilinishda 4-sinfda o'shanga o'xshash bo'ladi, faqatgina sal osonroq bo'ladi-da. Ya'ni o'sha TOEFL sertifikatida reading qanday bo'lsa, readingni TOEFL sertifikatida part 2da borda shunaqa reading, ya'ni bizga reklamalar beriladi va biz o'sha reklamalarning ma'nosini topishimiz kerak bo'ladi. Xuddi o'shanaqa reading prezident maktab imtihonida ham tushadi. Va grammatika. O'sha men hozir nimalarda ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lgan ota-onalardan so'rayman. Farzandingizning bazaviy bilimi bormi? Ya'ni ingliz tilida ABClarni biladimi, sanashni biladimi? O'sha ingliz tili bo'yicha ozgina bo'lsa ham bilimi, ko'nikmasi yetarlimi deb so'rayman. Agarda ha bor, biladi deydigan bo'lsa qabul qilaman. Yo'q, bilmaydi yokida hali endi o'rganadi desa qabul qila olmayman. Sababi bizning onlayn darsimiz o'sha haqiqiy imtihonga kirish uchun mo'ljallangan. Agarda o'sha ABClarni bilmagan o'quvchiga bu narsalarni o'tish juda ham, ya'ni o'tsa bo'ladi, faqatgina o'quvchi qiynaladi. Nima deb gapirayotganini, o'qituvchini nima deb gapirayotganini o'quvchi tushunmaydi. O'shaning uchun ham shunga e'tiborli bo'lish kerak. Va mantiqiy fikrlash. Boya xuddi aytganimdek, demak, o'sha reklamani qaysi ma'noda bir nimasi beriladi. Misol uchun, o'zbek tilida tushuntiradigan bo'lsam, ota-onalar, misol uchun, bizda misol uchun reklama ketadi, to'g'rimi? Bizda haftada 4 kunlik intensiv darslar yokida mana shu narsalar bor. Keling kursimizda o'qing, bizga natijani kafolat beramiz deb reklama tarqatadi va siz ko'rasizda, ha, demak bu o'quv markaz haqida deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Xuddi shu savol ingliz tilida prezident maktabida tushadi. Ko'rasizda, reklamaning ma'nosi qanday deb yozadi. Birinchi o'rinda oshni reklamasi, B javobda o'quv markazi reklamasi, C javobda fitness klub reklamasi, D javobda boshqa reklamalar deydi. Demak, siz qaysi javobni belgilaysiz?
javobni. Ingliz tili emas, o'quv markaz haqida reklamalar degan javobni belgilashingiz kerak bo'ladi. Ana shu Prezident maktabida tushadigan reading savollari. Bularni xudo xohlasa oldin grammatikalarni chiqib, kerakli grammatika o'rganganimizdan keyin har bir readingni to imtihongacha tahlil qilib, ko'zni yumib ishlaydigan darajada o'rganib ketamiz. Va ta'lim tili. Prezident maktablarida ko'plab fanlar ingliz tilida o'qitiladi. Deyarli barcha fanlar desam ham bo'ladi, chunki boya aytganimizdek, o'qituvchilarning barchasi xorijdan kelgan o'qituvchilar hisoblanadi. Va shuning uchun o'quvchi darslarni tushunishi va faol qatnashishi uchun ingliz tilini bilishi zarur. Ko'rdingizmi? Demak, ingliz tili juda ham muhim. Faqatgina kirish imtihonlari uchun emas, undan keyingi etapda ham ingliz tili muhim hisoblanadi. Va xalqaro standartlar. Prezident maktablari xalqaro ta'lim tizimi asosida ishlaydi. Ingliz tilini yaxshi bilgan o'quvchilar birinchi o'rinda xalqaro olimpiadalar va chet el universitetlariga tayyorgarlik imkoniyatlariga ham ega bo'ladi. Ko'rishingiz ham mumkin, ko'rgan bo'lishingiz ham mumkin, eshitgan bo'lishingiz ham mumkin. Ko'p hollarda o'quvchilar o'sha prezident maktabini bitirgan o'quvchilar o'zbek universitetlariga emas, nafaqat chet ellardagi universitetlarga, eng top nufuzli universitetlar, Oxford, Harvard, Stanford or Singapurskiy o'shanaqa universitetlarda o'qishga kirishadi va yana yuqori ball bilan. Ularning hammasi nima uchun? Ingliz tilini yaxshi bilganliklari uchun. Ingliz tilida IELTS sertifikati bo'lgani uchun yokida SAT, matematikadan ham o'shanaqa sertifikatlarni topshirganliklari uchun top universitetlarning studentlariga aylanishadi. Va raqobat ustunligi. Ingliz tili kuchli bo'lgan abituriyentlar imtihonda ko'proq ball to'playdi va boshqa nomzodlardan ajralib turadi. Sirli masalliqning o'zi yo'q deyishadi, lekin bor. Agarda sizning farzandingiz ingliz tilidan 30 dan 30 ishlaydigan bo'lsa ham, matematikasini qoplab oladi. Lekin birinchi o'rinda to'g'ri matematikadan psixologik testlarni bilish kerak, IQ testlarini va fundamenti ham bo'lishi kerak matematikadan. Lekin ingliz tilini 30 dan 30 ishlaydigan bo'lsa, bu baliga qaraganda ko'payib ketadi va o'sha tekshiradigan odamlar ham, ha, demak bu ingliz tilini bilar ekan deb ham ko'proq yuqori ball bilan o'sha imtihondan o'tishiga yordam beradi. Va shuning uchun ham ingliz tili kirish imtihonida muhim hisoblanadi. Demak, 1-yanvardan xudo xohlasa kursimiz boshlanadi to imtihongacha. Va kurs davomida o'rganilishi kerak bo'lgan, muhim bo'lgan grammatikalar jadvali ham tuzilgan bo'ladi. Hurmatli ota-onalar, xudo xohlasa, shu onlayn kursimiz boshlanganida sizlarning yordamingiz juda ham katta bo'ladi. Sababi farzandingiz hali 3 yoki 4-sinf va ularni o'zlari nimadir o'rganishga hozir o'qituvchisi o'rgatyapti, to'g'rimi? Endi onlayn dars bo'lgandan keyin ota-onaning yordamiga ko'proq muhtoj bo'ladi. Sizlardan talab qilinadigan narsalarim shuki, birinchi o'rinda farzandingizni yonida o'tirib, ingliz tilini siz ham farzandingiz bilan birgalikda o'rganib olish imkoniyatiga egasiz. O'shaning uchun o'rganing va bolangizga shu tashlab bergan grammatika bo'ladimi yokida so'z boyligini yodlating, o'zingiz ham yodlang, xudo xohlasa. Keyingi farzandlaringizning ilm olishida yokida ingliz tilini mana buni o'rgatib boring deganda ham siz bemalol bilaman deb o'zingiz o'rgatsangiz ham bo'ladi. Shu onlayn darsda faqatgina men ota-onalardan shu narsani talab qila olaman. Xudo xohlasa birgalikda natijaga erishamiz. Demak, kurs davomida biz birinchi o'rinda, ya'ni grammatika, qanday grammatika? Birinchi o'rinda ingliz tili zamonlarini o'rganib chiqamiz sizlar bilan. Ingliz tilida bilasiz, 12 ta zamon bor. O'sha 12 ta zamondan faqatgina desam ham to'g'ri bo'ladi, 5 ta zamon speaking, ya'ni gapirish qismida ham, reading qismida, ya'ni o'qish qismida ham juda ham zarur hisoblanadi. Ana shu 5 ta zamonni sizlar bilan to'liq o'rganib chiqamiz. Ikkinchisi bu modal fe'llar. Can, could, may, might or
must, should, ya'ni qila olaman, qila olardim, bo'lishi mumkin emas, kerak, shart kabi modal fe'llarni o'tamiz va keyingisi orttirma va qiyosiy darajalar. Orttirma daraja deganda bu misol uchun Adham Zokirga qaraganda kattaroq. Ya'ni orttirib gapiradigan gaplarimizni biz orttirib gapiradigan so'zlarimiz bu orttirma so'zlar hisoblanadi. Kattaroq, kichikroq, balandroq bularni ona tilida ham o'tgan bo'lishlari kerak o'quvchilar. Va qiyosiy daraja. Qiyoslab gapiradi. Qiyosiy darajada eng katta. Men oilada eng kattasiman. Eng uzun, eng qisqa, ya'ni eng deb qiyoslab gapiradigan so'zlarimizga biz qiyosiy darajalarni ingliz tilida o'rganib chiqamiz. Va shaxsiy olmoshlar, ya'ni men, meni, meniki, mening, men haqimda ana shu shaxsiy olmoshlarni ham o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu albatta testda tushadi. Va predloglar keyingisi. Predloglar bu joy predlogi bo'lishi mumkin, yo'nalish predlogi bo'lishi mumkin, orqasida, oldida, yonida yoki ichida, ustida. Ana shu predloglarni ham sizlar bilan rasmli, hozir o'sha 4-sinf, boshlang'ich sinf o'quvchilariga ko'proq rasmli qilib tushuntirsangiz esida qoladi. Va so'roq olmoshlari. So'roq olmoshlarini o'tgan bo'lishlari kerak albatta. Kim, nima, qayer, qachon, qanday qilib, qanday uzoqlikda, ana shu so'roq olmoshlarini ham biz o'rganib chiqamiz, xudo xohlasa kurs davomida, chunki bularning hammasi o'sha testda tushadi. Va sanaladigan, sanalmaydigan otlar. Misol uchun, bitta olma, biroz tuz. Olma sanaladi, bitta olma, ikkita olma, uchta olma deb, lekin tuzni biz tanay olmaymiz. Bitta tuz, ikkita tuz, uchta tuz deb sanay olmaymiz. Go'shtni ham xuddi shunaqa. Demak, sanaladigan va sanalmaydigan otlarni ham sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda i harfi qolib ketdi-da. Mayli. Va keyingisi birlik va ko'plik. Ya'ni bitta kitob, ikkita kitoblar, bitta olma, uchta olmalar. Ana shu ko'plik va birlikdagi so'zlarni ham sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Keyingisi tushgan va tushish ehtimoli yuqori bo'lgan reading testlari va ularning tahlilini ham ko'rib o'tamiz. Ya'ni o'sha sizga boya aytganimdek, bizga o'sha reading beriladi, ya'ni o'qib tushunish savoli beriladi va o'qib tushunishga tegishli bir 4 ta yoki 5 ta yoki undan ham kam yoki undan ham ko'p savollar beriladi. Ana shu reading testi, reading asosida biz savollar, readingni boshida o'qib chiqamiz va keyin nima bo'ladi? Savollarga birin-ketin javob berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda vocabulary kerak bizga. So'z boyligi bo'lmasa, ingliz tilida na gapira olamiz, na tarjima qila olamiz, na kimdir gapirayotganini tushuna olamiz. O'shaning uchun ham hurmatli ota-onalar, sizlardan juda ham qattiq talab qiladigan narsam, farzandingizga lug'at boyligini oshirishga yordam berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Keyingisi bu nima uchun ingliz tilini aynan Shahina akademiyasidagi onlayn kursda o'rganish kerak degan savolga javob berib o'tamiz. To'g'ri, kurslar juda ham ko'p, lekin aynan nima uchun Shahina akademiyasida o'qish kerakligini hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Demak, birinchi o'rinda vocabulary va grammar imtihon darajasida. Ya'ni imtihonda tushadigan o'sha lug'atlar va grammatikalar asosida darslar olib boriladi va reading real testlar asosida bo'ladi. Ya'ni o'qib tushunish bu haqiqiy testlar asosida bo'ladi. Keyingisi test yechish strategiyalari.
va men sizga testlarni qanday qilib yechsangiz to'g'ri bo'ladi va vaqtdan ham o'sha to'g'ri javobdan ham ustun kelishingizni tushuntirib o'taman va xatolar ustida individual ishlash. Albatta, bu juda ham muhim. Xato qildingizmi? Hech qisi yo'q. Uni shu yerni o'zida to'g'rilab ketish kerak bo'ladi. Offlayndagi o'quvchilarim bilan ham xuddi shu tartibda xatolarni tahlil qilish orqali biz o'sishni rivojlantiramiz, ya'ni o'sa olamiz. O'quvchilarim borda, sertifikat guruhimda 8, 9, 10, 11 sinf o'quvchilarim bor. Ulardan bittasi aytadi, shunda qaysidir bir mavzuni o'tib beraman, keyin ustoz rosa qiyin ekan-a dedi. Keyin yo'q, qiyin emas. Siz uyga borasiz, mana shu tartibda ishlaysiz. Keyin ertaga hal aytasiz, ustoz rosa oson ekan deb. Keyin u qiz nima qiladi? Boradi, ishlaydi, keyin keladi. Ustoz, kallani qotirib ishlasangiz rosa oson bo'lar ekanda deydi. Ana shunaqa va shu o'quvchim boshqalarga qaraganda o'sha har bir savollarni tushunib, to'liq qilib ishlaydi. Sababi u tahlil qiladi. Tahlil qilib, qayerda nima xato qilganini kelib o'zimga aytib beradi. Ustoz, mana shu yerda mana shu xato qilgan ekanman deb. Demak, onlayn darsimizda ham shu xatolar ustida ishlashimiz zarur bo'ladi. Oxirgisi esa doimiy nazorat va ota-onaga feedback. Va o'quvchilarning doimiy nazorat qilish juda ham muhim. Agarda men nazorat qila olmasam, ota-onaga telefon qilaman. Ota-ona xoh Qashqadaryodan bo'lsin, hoki Surxondaryodan bo'lsin, baribir telefon qilaman. Sababi har bir o'quvchini, baribir ota-onani halol ishlab topgan pulini halol yo'l bilan o'sha bilimga, ilmga sarflash kerak bo'ladi. Aytaylik-ku, eng yaxshi sarmoya bu bilimga qilingan sarmoyadir deb. Ana shu tartibda va dars kunlari haftada 3 kun bo'ladi. Soat 8da, kechki soat 8da boshlanadi. Dars davomiyligi mavzuning katta yoki kichikligiga bog'liq bo'ladi. Agarda mavzumiz kengroq, muhokamali bo'ladigan bo'lsa, 2,5-3 soatgacha davom etadi. Agarda qisqaroq bo'ladigan bo'lsa, 2 soat yoki 1,5-2 soatda bo'ladi. Lekin eng ko'p hozirda endi bizni vaqtimiz yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun. O'sha 6 oy qolgandan keyin uzoqroq muddatda davomiyligini uzoqroq qilib o'tishimiz kerak bo'ladi va natija albatta 100% kafolatli, faqatgina o'quvchiga bog'liq holda bo'ladi. Chunki siz misol o'quvchiga hozir haqiqiy tushgan savollarni ham berib oldiga mana senga mana shularni ishlashing kerak, mana shularni yodlasang bo'ldi desalar, o'zida bo'lmasa o'qituvchi hech narsa qila olmaydi. O'shaning uchun hozir bugungi o'zi onlayn darsimiz ota-onalarga taalluqli bo'ladi. Taalluqli bo'lgan, o'shaning uchun ota-onalar sizlardan talabim ham, istagim ham shu hisoblanadi. Yana bitta narsa, 25-dekabrgacha kursimizni sotib olgan ota-onalarga 199 ming so'm chegirma narxda qilib berilgan va keyingi oylardan o'sha 25-dekabrdan keyin registratsiya qilganlarga 249 ming so'm qilib belgilanadi va har oy shu imtihongacha har oy 249 ming so'mdan siz to'lov qilib farzandingizni o'sha imtihonga tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli ota-onalar, bugungi darsimiz mana shu tartibda bo'lib o'tishi kerak edi. Kattakon rahmat. Qandaydir bir savollaringiz, takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimga yozinglar. Men sizlarga iloji boricha har doim aloqadaman sizlar bilan. Xudo xohlasa 1-yanvardan asosiy darslarimizni energiyaga to'lib toshib boshlaymiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat, hurmatli ota-onalar. Xudo xohlasa hammasi ajoyib bo'ladi. Salomat bo'ling.